Hammaga salom, kanalimga xush kelibsiz. Bugun juda ham ajoyib mavzuda gaplashib o'tamiz, ya'ni ko'p ishtirokchilar pozitsiyalari va ular qanday savdo qilishadi va o'z pozitsiyalarini qanday qilib himoya qilishadi. Ana shu haqida gaplashamiz. Bu Seekoxwin platformasi. Bu platformada asosan men backtesting qilaman, ya'ni qanday indikator yoki analiz turini testdan o'tkazaman va yaxshi rezultat bersa o'zim savdo qiladigan platformaga ko'chaman. Asosan bilasizlar, NinjaTrader va boshqa platformalarda analiz qilaman. Lekin og'ir-og'irda Seekoxwin platformasini ham ishlab turaman. Sababi bu platforma juda yaxshi funksionalligiga va juda ko'p holatlarda yordam berishi mumkin. Nega asosan ko'p ishtirokchilarni zaifliklar bilan ishlayotganim sababi oxirgi yillarda shu narsa ko'rsatyaptiki, bu ishtirokchilar juda ko'p holatda oldindan bozorning qayoqqa borishini bilishadi va eng muhimi o'z pozitsiyalarini himoya qila olishadi. Bu yerda mana bu analiz turida hozirgi vizualizatsiyada indikator deymizmi yoki asosan faqat krupniy treytlar ko'rsatilgan, ya'ni katta ob'yomda qilingan сделкалар futures oltinda bo'lgan katta hajmda bo'lgan сделкалар analiz qilingan. Keling birgalikda ko'rib chiqamiz qanday ishlaydi, nima ishlaydi. Pastda ko'rishimiz mumkin, ya'ni bu yerda ob'yom parol qo'yganman, ya'ni qaysi summada. Demak, bu yerda ko'ramiz 1000, 2000 bu millionda bo'lgan сделкалар, ya'ni 1 million, 2 million, 3 million ko'rishingiz mumkin. Pastdagilar albatta endi mana 300 ming, 400 ming, именно ana shu ob'yom bo'lgan, 300 ming, 400 ming dollar atrofida bo'lgan va milliondan baland albatta ko'ramiz 1 milliondan oshiq dollar pozitsiya bo'lgan. Именно ana shu yerda. Bu pastdagi indikator, ya'ni qayerda qaysi vaqtda bo'ladi. Tepadagini ko'radigan bo'lsak, endi tepadagi именно mana shu indikator logika bir xil, ya'ni krupniy treyt aniqlaydi. Men izlanishlar shuni ko'rsatyaptiki, juda ko'p holatda bozor именно ana shu yerga test qilishni yoqtiradi. Ya'ni katta ob'yomda сделка bo'ldi, bozor yo'q qayta chiqib ana shu yerga test qiladi, liba askor berishni boshlaydi. Shuning uchun bu indikatorga yana maxsus funksiyalarni qo'shdim. Ya'ni masalan 1 million dollar belgiladim, ya'ni menga 1 million dollardan tepada bo'lgan сделкаларni ko'rsatasan deb, ana shundan liniya chizishni boshlaydi. Ya'ni narx qachonki ikkinchi сделка chiqmaguncha, masalan ko'ramiz mana bu yerda qancha 3 million dollarlik сделка bo'lgan, ko'rishimiz mumkin. 3 million dollarlik сделка menda 1 million dollar parol qo'yilgan, ya'ni 1 million dollardan tepasini hammasini liniya holatda chizadi. До сих пор, ya'ni именно keyingi 1 million dollarlik zaifga chiqmaguncha, ya'ni 1 million dollarlik keyingi zaifga chiqadi, o'sha bu liniya tugaydi, o'sha ikkinchisi. Nimaga sababi? Shuni aniqladimki, analiz bir necha oylik analiz shuni ko'rsatyaptiki, narx именно mana shu katta pozitsiyalarni test qilishga moyil deymiz, ya'ni katta pozitsiyalarni qayta test qilishga yoki askor berishga moyil hisoblanadi. Nega sabab bilamiz. Ko'p ishtirokchilar o'z pozitsiyalarini himoya qilisha olishadi va bozorni oldindan ko'ra olishadi. Juda ko'p holatda именно shuning uchun ham bozorda ko'pincha omon qoladi, katta foydada qoladi deymiz. Ya'ni logikasini tushundingmi? Ko'k albatta bu buy zaifliklar, ya'ni narxning o'sishiga сделка qilingan, qizil narxning tushishi, ya'ni ko'ramizki, bu yerda ana shuni aniqlasa bo'ladi. Bilamiz, aytganday bu hafta metallning qulashi yuz berdi. Именно mana shu qulashdan oldin mana bu ko'p ishtirokchilar juda ajoyib harakat qilishdi. Shuni kanalimdagi podpischalarimga ulashim keldi. Nimaga? Chunki bunday holat har doim ham bo'lmaydi. Bilamiz, juda katta qulash bo'ldi. Past 27% ni bo'ldi. 27-30% oralig'ida bo'ldi. Qulash va ko'pni ishtirokchilar, ba'zi bir ko'pni ishtirokchilar qulashdan oldindan bilgani va juda ham yaxshigina daromad olganini ko'rishimiz mumkin birgalikda. Keling davom etamiz. Mana bu yerda endi ozgina ошибкasi bor, indikatorga ishlayapman, endi ko'rishingiz mumkin. Bu yerda katta ошибка, ya'ni ko'ramizki 1 million dollardan baland сделка bo'lmagan uchun mana bu o'sha narx o'sa ham mana bu liniya qolib ketgan. Shuning uchun
ozgina kamchiligi bor, albatta buni hal qilamiz. Ustida ishlanyapti hozircha backtesting, ya'ni ko'rishimiz mumkin, ko'p ishtirokchilar asosan katta ob'yomda edi, narxni o'sishiga qilishyapti. Mana aytgandek, endi ko'rishingiz mumkin. Bu yerda albatta narxni tushishi, ya'ni server zerk ochilgan katta ob'yomda bu yerda 4 million dollarga yaqin, bu yerda ko'rishimiz mumkin. 2 million, 2,5 million dollarga yaqin zerk bo'lyapti. Narx ko'rishimiz mumkin. Immindan shu yerlarni test qilishga moyil aytganimdek, imminni mana shunday logika bilan ishlaydi va mana buni qarang. Mana bu qulashgacha bo'lgan holat ko'rishingiz mumkin. Qanaqadir anomal zerkalar yo'q. Ya'ni katta ob'yomda maksimum ko'ramiz 3 million, 3,5 million dollarlik zerkalar turibdi, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Demak, dars yuramiz va ko'rishingiz mumkin, qulashdan oldingi holat bu. Yine altında qulashimizdan oldingi holat ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda zilkalarni ko'rishimiz mumkin. Birinchi zilka ko'rganimiz 3,5 million dollarga bo'lyapti, pastroqda 5520 rubl bo'lyapti, ya'ni oltinda 5520 rubl. Mana bu zaifga qarang. Asosan narxni o'sishiga bo'lgan, lekin aytganimdek, qayta mana shu yerga narx test qildim. Endi mana bularni qarang. Uzun holat ko'rib turishingiz mumkin, ya'ni bu yerda qaysi guruh ishtirokchilar, professional ishtirokchilar narxni qulashini oldindan bilgan va immindan shuning uchun mana shunday katta ob'yomda, ya'ni millionlab dollarlarda zerka qilish boshlagan narxni tushishiga ko'rishimiz mumkin. Bu yerda 2 million dollar, 1,5 million, 1,600 dollar ko'rishimiz mumkin, 1 million 200 ming dollar. Mana bu endi ko'ryapsizlar necha millionligini qarang. Pasti 5 million oshiqroq dollarda zerka bo'lyapti bu yerda. Keyingilarni ham ko'rishingiz mumkin. 1 million 600. Ya'ni millionli zerkalar ko'payapti. Ya'ni mana bu ko'pni ishtirokchilar juda yaxshi bilgan. Mana bu metalni qulashini va asosiy zerkalarni narxini tushishiga qilyapti. Shuning uchun bozorga men umuman aralashmadim, sababi mana bunday hajmdagi zerkalar kam chiqadi oltinda. Bunday zerkalar chiqsa asosiy hafta davomida mana shu yerga test qilish boshlanadi. Ya'ni fletda yug'mas ko'p berish boshlanadi o'zlari. Nimaga? Chunki ko'pni ishtirokchi har narx tushgani yoki ko'tarilganini pozitsiyani himoya qilish boshladi. Mana bu qulash ko'rishimiz mumkin. Qulashda ham zerkalar bo'ldi. Masalan, 3,5 million, 4 million dollar, 5 million dollarni ko'rishimiz mumkin. Lekin ko'rishimiz mumkin, kontekst asosan narxni qulashiga, ya'ni tushishiga zerka bo'lyapti. Mana bu yergacha, mana bu yerga qarang. Qaysi ishtirokchilar albatta bu yerda sotib olyapti narxni o'sishiga ko'rishimiz mumkin. Narx ma'lum miqdorda o'syapti. Gap yo'q, balki pozitsiyalarni yopganini bular. Endi bundan xabarim yo'q. Buni aniqlash hozircha iloji yo'q. Lekin ko'ryapmizki, narx imminda shu yerga tushgani mana bu askoplarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni askoplar konkretni askop bo'lyapti bu yerda flet holatda. Sababi balki mana bu ishtirokchilar o'z pozitsiyalarini himoya qilyapti. Ya'ni narx o'sadi tepaga olib chiqayotganda. Keyin yaxshi harakat qiladi. Ya'ni qulash davom etyapti. Mana bu millionlardan keyin qulash davom etyapti. Ya'ni 10 million, 5 million dollarlik pozitsiyalardan keyin ko'rganimiz narx qulash davom etyapti. Mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, kichkina emas. Oltin uchun 1 million dollarlik pozitsiya ochilgan. Qilingan zerkalar bu sessiyada bir marta ikki marta uchraydi hozirgi paytda. Lekin ko'ramizki, mana bu qulash boshlashidan oldin nafaqat 1 million, 5 million, 6 million, 4 million, 1,5 million dollarlik pozitsiyalar ochiladi. Ya'ni narxning tushishiga zerka qilyapti asosan. Klubning ishtirokchilari bu yerda hammasi katta ob'yomda bo'lgani uchun klubning ishtirokchilari desak bo'ladi. Nimaga? Chunki bilamiz, kichkina treyderlar millionlab dollarlik pozitsiya yig'maydi. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Demak, ko'ramiz bitta klubni sotib oluvchi bo'lyapti. U ham bo'lsa ko'ramiz 3,5 million dollar. Imminda 5150 da bo'lyapti. 5154 da ko'ramiz. Mana bu yerda lekin narxni o'sib qarang. Loy bo'lishiga qaray, server zerka qilishyapti. Mana bu askor ko'rishingiz mumkin.
Именно ana shu ob'yomga reaksiya berib ishtirokchilar сделка qilyapti asosiy holatda. Va siz уже mana bu hafta tugashda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda bordi. Zayafi почти 5 million dollarlik pozitsiya desam bo'ladi. Ну, narx ko'ramiz, bu yerda ham reaksiya bo'ladi. Ya'ni narx har tomonda reaksiya bildiradi. Bu pozitsiyalarning sababi bu pozitsiyalar juda katta. Mana shunday holat, ya'ni narxni tushishini bu ishtirokchilar oldindan juda yaxshi bilgan, krupniy ishtirokchilar desa ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun ham albatta любой odam ajratishi mumkin. Ya'ni bu yerda bo'layotgan holat, ya'ni oddiy bir necha yuz ming dollarlik pozitsiyalar bo'lganda уже millionlab сделкаlar bo'ladi. Ya'ni millionlab dollarlarda pozitsiya yig'ilyapti narxni tushish uchun. Bu albatta noodatiy oltin uchun. Shuning uchun ko'ramiz 1 million, 5 million, 6 million, 2 million, 3 million dollarlik pozitsiyalar yig'ilyapti va undan keyin oltin va metallar qulashni boshladi. Ya'ni ko'ramizki, ba'zi bir ishtirokchilar oldindan juda yaxshi bilgan narxni qulashini va oltin mana shunday tarzda qulashi mumkinligini juda yaxshi bilgan. Albatta bu juda ajoyib, professional ishtirokchilar imенно biz ajdan qilganda oldindan narxni qulashini juda yaxshi bilishar ekan. Oddiy qilasiz. Ya'ni yoki o'sishini mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana o'sishga сделкаlar qilinyapti. Ну, narx o'syapti, to'g'ri. Lekin ko'ramiz основной объем сделкада narxni tushishiga bo'lyapti. Mana shunday tarzda. Уже ikkinchi filtr ham bor bu yerda, keyin uni ham ko'rib chiqamiz. Bu haftaning boshidagi holat, ko'rishingiz mumkin. Haftaning boshida mana bu kripto ishtirokchilarning pozitsiyalari umuman boshqacha bo'lgan. Ya'ni narxni o'sishiga bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin, основной 500 ming, 600 ming dollarlik pozitsiyalar narxni o'sishiga bo'lgan. Masalan, mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. 4 million, 5 million dollarlik pozitsiyalar narxni o'sishiga bo'lgan stavka. Ko'rishimiz mumkin bozorning reaksiyalar qarang. To'g'ri bozor quladi, lekin yana shu yerga qaytib chiqdi va mana ko'rishingiz mumkin reaksiya mana bu katta pozitsiyalarga berayotgan reaksiyasi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Stavka bo'lyapti, сделкаlar bo'lyapti, narx o'sishni boshladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin katta pozitsiya narxni o'sishiga 7 million dollar. Albatta bu kichkina treyder qo'ldan kelmaydi, bunchalik katta pozitsiya yig'ish, nakoplenniy deydim. Mana shu narsani yig'ish kichkina treyder qo'ldan kelmaydi. Oddiy qilib aytganda 7-8 million dollarga risk qilib pozitsiyaga kirish. Ko'rishingiz mumkin, уже mana bu yerda flat holatda yurganda birorta сделка yo'q narxni o'sishiga. Ha, mana bu yerda bordi, ko'rishingiz mumkin. Imенно mana bu отскок ham mana buni qarang. Imенно mana shu pozitsiyadan bor. Ya'ni narxni o'sishiga. Ya'ni bu yerda liba mana bu ishtirokchini o'zi sotib olishi mumkin. Liba ana shunga agentlik olgan, mana bu ko'p ishtirokchilar analizlari bilan ishlaydigan ishtirokchilar sotib olgan bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bu padeniyada mana bu reaksiya bildirish albatta bu oson emas. Ya'ni bozorni ushlab qolish oddiy ishtirokchining qo'lidan kelmaydi. Imенно ko'rishingiz mumkin, bu yerda o'sha 7 million, 8 millionga yaqin pozitsiyamda dollar. Albatta narx raketa bo'ldi, lekin ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ham bo'lgan narxning tushishiga qilingan, masalan, sizga ko'rishingiz mumkin. Pozitsiyalar yana 5,5 million dollarlar. Mana bu reaksiyani ko'rasizmi? Aytganday, bozor qayta test qilib reaksiya bildirdi. Mana shu pozitsiyadan tushadi. Nabogotiga o'tganda nabogotiga ishlayapti. Albatta bu juda qiziq, mana buni ko'rishingiz mumkin. Imенно. Ya'ni bozorda kalkulyator ishtirokchilar bor, ta'sir qiluvchi va bozorni butun boshli bozorga reaksiya bildiruvchi ochiqlayotgan yoki ta'sir qiluvchi. Mana bu stavkani qarang. Narxni tushishiga qilingan, imенно mana bu padeniyadan keyin atkat beryapti, ko'ramiz. Va ko'rishingiz mumkin, bu yerda уже 10 million dollar, 6 million dollar, 8 million dollar bo'lgan pozitsiya narxni tushishiga yig'ilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu reaksiya ko'rishingiz mumkin. Imенно mana shu pozitsiyalardan bo'lyapti. Ya'ni mana bu astkuk ham bekorga emas. Ya'ni imенно mana shu pozitsiyalardan
az ko'p bo'ladi. Nimaga? Sababi объем bilan ishlaydigan treyderlar именно mana shunga qarab savdo qiladi. Bu ishtirokchilar объем boshqaradi oddiy qilib aytganda. Объем bilan ishlash boshqa, объем boshqaradigan ishtirokchilar bilan ishlash albatta bu boshqacha. Sababi объем bilan juda ko'p ishlaganman. 2018da men juda qattiq ishlagan bo'lsam, mana shu 1-2 yilda shu narsani tushunib yetaman. Объемni boshqaradigan konkretni ishtirokchilar bor va juda ham yaxshi boshqaradigan oddiy qilib aytganda. Mana buni ko'rishimiz mumkin. Mana bu reaksiya imенно mana shu pozitsiyalarga bo'yab oddiy qilib aytganda va mana buni qarang. Bir necha 4 million dollardan o'sha сделка именно qulashdan oldin bo'yadi. Mana bu yerda yana pozitsiya bo'lgan. Общий hisobda qancha beradi? Juda katta normalniy pozitsiya bo'lgan ko'rishingiz mumkin. 15 million dollarga yaqin. Bu bozor imенно ana shunga qaytib chiqib test qildi. Sababi ko'pni ishtirokchi pozitsiya yig'ilgani liba to'liq tugatmagan bo'ladi, liba ikkinchi tomonda market maker bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Ikkinchi tomon market maker bo'ladi. Juda ko'p holati bunday katta ob'yomda. Nimaga? Sababi bilamiz. Market maker o'zi вообще nima likvidность bilan ta'minlab beradi. Kimga? Masalan, bizda oddiy treyderlar uchun umuman keragi yo'q. Qandaydir likvidность bilan ta'minlab berish ob'yom bilan. Именно mana bu ko'pni сделкада qiladigan katta ob'yomda qiladigan ishtirokchilar. Va albatta bozor bunga reaksiya bildiradi har tomonlama. Albatta market maker narxni majburlab xabar chiqishi mumkin. Nima sababdan? Sababi bilamiz, market maker neytral holatda bo'lishi mumkin. Ya'ni o'z pozitsiya agar u narxni tushishiga сделка qilib ob'yomda stavka qilgan bo'lsa, ya'ni сделка qilgan bo'lsa, ob'yom tushishiga albatta bilamiz, market maker ikkinchi tomon bo'lishi mumkin, ya'ni narxni o'sishiga. Albatta market maker bu yerga qaytarib olib chiqishi mumkin. Nimaga? Sababi riskini nol holatga olib kelish kerak. Shunday narx dashi qulasa, u minusda bo'lmasligi uchun. Shuning uchun bu yerda yetarlicha neytral ob'yom yig'iladi, сделка qilib pozitsiyasini yig'adi va dashi libo o'sishiga ketadi, libo qulashiga ketadi. Mana buni ko'rishingiz mumkin reaksiyani har tomonlama сделка reaksiya bildiradi va ko'p ishtirokchilar oddiy qilib aytganda ko'pchilar juda yaxshi biladi narx o'sishi yoki qulashi. Endi ko'rishimiz mumkin bu yerda asosiy ob'yom narxni tushishiga bo'ladi. Shuning uchun o'ylaymanki, balki mana bu hafta metalni ko'tarish mumkin, lekin bu yerdagi zaявkalardan shuni ajdani qilaman, ya'ni dashi qulash davom etishi mumkin. Albatta bu qulashga ya'ni mana bu million dollarlik сделкаlar sabab bo'ldi deya olmayman. Chunki sababi hozir ko'ramiz. Amerika Eron orasida qanday konflikt bo'lyapti. Federal rezerv va masalan Powell almashyapti. Mana shular stimul bo'lishi mumkin, lekin ko'rishimiz mumkin bu ishtirokchilar juda yaxshi qulashdan oldin bilgan bozorni mana shunday darajada qulashi va imенно ana shunga asoslanib, ana shunga qaratilgan pozitsiyalarni oldi qilgani bu albatta juda ajoyib. Nimaga? Chunki juda ko'p eshitganmiz, ya'ni ko'p ishtirokchilar juda ko'p holat yutib chiqadi, ko'p ishtirokchilar oldindan biladi. Buni ko'rishimiz mumkin. Действительно, mana bu katta kapitallarga treyderlar oldindan biladi bozor qayoqqa borishini. Va imенно ana shunga asoslanib сделка qiladi, ba'zi o'z pozitsiyalarini himoya qiladi, sababi juda yaxshi biladi. Ularda mana bu eng kuchli strategiya dedim. Bilaman, endi ming xil strategiyalar bor, 100 ming xil strategiyalar bor. Lekin bozordagi eng kuchli strategiya bu kapital. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. Ya'ni sizga aytish mumkin, bu ishlash, bu unda Fibonacci unda deyish mumkin. Lekin Fibonacci'ni ham, qandaydir patternni ham yoki qandaydir strategiyani ham ishlash yo'q, ishlamasligi ana shunga tiqilgan pulga bog'liq. Ya'ni bozor o'zidan o'zi harakat qilmaydi. Bu narsani kanalimdagilar juda yaxshi biladi. Ya'ni bozor o'zidan o'zi tepaga yoki pastga. Bu yerda konkret сделка qilinadi ishtirokchilar tomonidan. Qanchadir miqdorda pozitsiya yig'iladi, ya'ni сделкаlar qilinadi, keyin bozor harakatga keladi. Ya'ni strategiya o'zi hech qachon ishlamaydi.
qandaydir ob'yomga yoki qandaydir real ob'yomga bog'lanmaganmiz. Tushunasizmi? Bu imенно shu pattern bo'ladimi yoki strategiya yoki zona bo'ladimi? Realniy pulni tikib stavka qiladigan, сделка qiladigan ishtirokchilar bo'ladi. И ana shu zona yoki ana shu strategiya yoki pattern ishlaydi. Agar u yerda hech kim qiziqish bildirmasa, eng muhimi mana bu krupniy kapitallar bilan ishlaydigan traderlar qiziqish bildirmasa, bu bir tiyinga qilmaydi. Nimaga? Sababi juda ko'p holatda ko'ramiz. Именно ana shu поддержка сопротивления yoki boshqa narsalar bilan savdo qiladigan ishtirokchilarni ob'yomini bu ishtirokchilar oladi. Nimaga? Chunki biladi, u yerda katta ob'yom bor va mana shu ob'yomdan o'z qiziqishi holatda ishlatish mumkin. Masalan, mana bu haftada bo'lgan holatda ham shu hamma dash o'sa 6000 ga chiqadi, 6000 gacha boradi deb ajrani qilyapti. Ko'ryapmizki, krupniy ishtirokchilar, katta kapitalli traderlar umuman boshqacha pozitsiyada bo'ladi va har doimda yana yutib chiqishda. Biz oddiy retailga qaraganda. Hozircha mana shunday. Albatta bu mana bu analiz turini indikator ozgina kamchiliklar bor, aytgandek, ustida ishlayapmiz. Ozgina kamchilik bor, ko'rish mumkin, defekt deydim. Albatta bu defekt sababi bu yerda mana bunday narxni tushishiga katta ob'yomda сделка bo'lmagani uchun mana shu yerda qolib ketgan. Ya'ni narx qayerda bo'lgan bo'lsa oxirgi marta mana shu. Shuning uchun defekt bor. Ko'rish mumkin. O'zi вообще-то ko'rish mumkin. Narxni tushishiga qandaydir kuchli сделка bo'lmagan. Davom mana bu qulashgacha. Hozir sizlarga ko'rsatdim qanday million dollarlar сделка bo'lgan. Narxni ko'rish mumkin. Mana buni albatta просто тупой odam ham ko'rsa bo'ladi. Ya'ni bu yerda ne просто так mana bu millionlab dollarlarda pozitsiya qilyaptilar. Shunga ko'ramiz, ular haq bo'lib chiqsa, ya'ni narx qoladi. Mana shunday bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Agar mana shunday kontekstga yoki mana shunday analizda video qilishimni xohlasangiz, albatta kommentariyaga yozishingiz mumkin. Albatta odamlar qiziqsa, mana bu videolarni qilishim mumkin. To'g'risi qiziqmasa vaqtimni ketkazim kelmaydi. Shuning uchun ham kanalga uncha-munchaga video qo'ymayman. Nimaga? Chunki odamlar mana bu o'zimizga traderlar qiziqsa, без problem vaqt ajratib videolarni qilib, qanday bo'ldi, nima imенно shunday bo'ldi qo'yishim mumkin. Albatta Telegram kanalimga ham taklif qilaman, agar Telegram kanalimda bo'lsa. Sababi u yerda ham kunlik savdoimda tashlab boraman, сделкalarimni o'zimga qiziq bo'lgan mana bu zonalarni, ya'ni test qiladimi yoki yo'qmi. 90% holatda test qiladi. Big testing mana shu narsani ko'rsatyapti hozirgi paytda. Yillik albatta juda ko'p bo'lgan yo'q, yillik mana bu test shuni ko'rsatyaptiki 85-90% holatda bu pozitsiyalardan asqoq bo'ladi. Bu pozitsiyalar o'ziga magnitga o'xshab tortadi va ko'rishimiz mumkin. Imенно bu pozitsiyalar oldindan juda yaxshi bo'ladi, bozorga qarab ketishni. Mana shunaqa gaplar. Endi oxirgi yillarda sekin-sekin mana bu klassik ob'yomdan chiqib, mana bunday krupniy ishtirokchilarni zaryadkalar bilan, сделкалар bilan ishlashga o'tyapman. Sababi menga mana shu yaxshi rezultat beryapti hozir qilayotganda. To'g'ri, ob'yomni juda yaxshi bilaman, sababi men futuresning bozorda 2016-2015 dan boshlagan bo'lsam, o'sha 2017 da juda yaxshi ob'yom bilan ishladim, 2018 da. Lekin ko'ramizki, yana rivojlanishimiz kerak, sababi ob'yom o'zi kamlik qiladi. Oddiy qilayotganda, masalan, ob'yomni bilamiz, ko'ramiz, ob'yomga juda ko'pchilik qiziqyapti, ob'yomni endi o'rganyapti. Yanada yaxshi rezultatlarga chiqish uchun imенно nafaqat ob'yom, mana bu krupniy ishtirokchilar pozitsiyalari bilan savdo qilish, professional ishtirokchilar bilan bozorni qo'pol qilayotganda 90% o'z 90% holatda boshqara oladigan model qilayotganda ishtirokchilar bilan ishlash kerakligini tushunib yetdim. Sababi bular действительно juda katta ob'yomda сделка qiladi. Ba'zi ko'p bo'lmas milliardlab dollarga pozitsiya yig'ishi mumkin. Oltinda ham bo'ladi, ba'zi просто bozorda
g'azovot qilishga majbur bo'ladi. Unda ko'paytganda mana bu o'zi oltinni bir 2 million dollar pozitsiya o'zi juda katta pozitsiya hisoblanadi. Ko'rishimiz mumkin. Imенно narx qulashdan holatni ko'ryapsiz. Даже 5-10 million dollargacha pozitsiya qilyapti. Ya'ni mana bu ko'p ishtirokchilar oldindan bilyapti, metallarni qulashini oldindan imенно shunga qarab turib o'z savdosini boshlayapti oddiy qilib ya'ni. Va albatta ko'ramizki, biz retail traderlarni omon qolish uchun albatta bularni ham hisobga olib, imенно bularning qiziqishini ham hisobga olib savdo qilish ko'p holatda bizga foyda keltiradi deb o'ylayman. Hozircha mana shunday rezultatda sekin-sekin ustida ishlasak yaxshi o'sha natija yomon emas. Даже klassa desa ham bo'ladi. Klassa desa ham bo'ladi. Mana bu yangi razraботkalarning ustida ishlaymiz hozirda asosan mana shunga vaqt ketyapti. Hozir bozorga yaqinlashish niyatim yo'q, chunki hozirgi holat ko'ryapsiz. Yaqinlashsam narxni o'sishiga juda zerikib qilishga ehtiyot bo'laman. Balki mana bu haftadan уже pozitsiya o'rganib, yanada kuchli boshqa tomonga o'zgaradi. Sababi biz buni juda yaxshi oldindan zerikib qilishi bilan balki o'zgarishi mumkin. Ya'ni narxni o'sishiga zerikib qilishi, pozitsiyalar yaxshi boshlash mumkin. Lekin hozir ko'ryapmizki, уже keyingi haftaga ham narxni tushishi mumkin. Sababi основной ishtirokchilar именно krupniy katta kapitalda qilayotgan zerikalarga pozitsiyalari narxni tushishga bo'ladi. Demak, narxni o'sishiga ham albatta ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni narx quladi, bu o'sadi degani emas, bilamiz. Qulashini oldindan bilgan ishtirokchilar albatta davomini ham juda yaxshi biladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lib savdo qilish kerak. Albatta qandaydir o'zgarish bo'lsa, Telegram kanalimda albatta buni aytaman. Mana shunday hozircha rezultatlar. Albatta qanaqadir o'zingiz fikringiz bo'lsa yoki kommentariyga yozib qoldirsangiz bo'ladi yoki qandaydir analiz qilsangiz. Agar mana shu mavzuda videolar bo'lishini xohlasangiz, albatta uni ham yozib qoldirishingiz mumkin. Harakat qilaman video qilib qanday, nimaga, nima sababdan tushuntirib berishga. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.